15 avgust kuni Tehronda Tojikiston energetika va suv resurslari vaziri Daler Juma Eronning birinchi vitse-prezidenti Muhammad Rizo Arif bilan uchrashgan. Rizo Arif Tojikiston tomoniga Forsiy zabon davlatlar ittifoqi tuzishni taklif qilgan. Bu o'zi amalda qanchalik imkoniy va Tojikiston Markaziy Osiyoga qanday ta'sir qiladi? Bilamiz, Tojikiston har qo'shnimiz Markaziy Osiyoda tahlil qilishimiz kerak deb o'ylayman. Marhamat. Agar ruxsat bersanglar. Demak, bu yerda bitta tendensiyani inobatga olish kerak deb o'ylayman. Sababi mana so'nggi 10 yillikda, 15 yillikda desak ham bo'ladi, Turkiy davlatlar o'sha dialogi, muloqoti tashkilot darajasiga transformatsiya qildi. Va Markaziy Osiyoga mana Ozarbayjonni mana hozirgi kunda to'laqonli deyarli jarayonlarga kirib kelishi va Turkiya bilan munosabatlar eng yuqori darajaga chiqqanligi, ya'ni turkiy tilda gaplashuvchi Markaziy Osiyo davlatlari qaysidir shaklda o'sha Tojikiston Forsiy zabon davlat sifatida alohida bir blok bo'lib qoldida, orolcha bo'lib. To'g'ri, Afg'onistonda tojik tilida gaplashuvchilar bor, ya'ni fors tiliga yaqin bo'lgan tillar o'sha doriy tili deysizmi, baribir ular bir-birini yaxshi tushunadi. Pokistonda deyishingiz mumkin, lekin ular baribir fragmentar xarakterga ega, to'liq katta nima emas. Bu vaziyatda Eron uchun qulay vaziyat hisoblanadi, chunki bu e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu koridor yoki o'sha hamkorlik, turkiy davlatlar hamkorligi chegaralari Eronni deyarli qurshab oladida. Eron uchun qanaqadir plastdarm bo'lishi, ta'sir mexanizmi richak bo'lishi uchun Markaziy Osiyoda mana Tojikistonga o'xshagan sherik, hamkor, ular til jihatdan, madaniyat jihatdan, tarix jihatdan, sivilizatsiya jihatdan ham bittamiz deydi. Haqiqatan ham gaplarda asoslar bor. Bu isbot talab ham qilmaydi ba'zi faktlar. O'shaning uchun Eron ko'proq bu yerda mana Eron tomoni manfaatdorroq shunaqa Tojikistonga o'xshagan bitta sherik bo'lishi mintaqada. To'g'ri, unga teng kuch bo'lmasligi mumkin. Turkiy davlatlar tashkiloti darajadagi vaznga yoki unaqa salohiyatga ega bo'lmasligi mumkin, lekin aniq ta'sir mexanizmiga ega bo'ladi. Ya'ni bu hech bo'lmaganda o'sha nima deydi, mikro iqlimga, atmosferaga ta'sir o'tkaza olish qobiliyatiga ega bo'lgan bir muloqot shakli, formati bo'ladi. Eng qizig'i bu yerda mana masalan hozir Pokiston Afg'onistonni bo'g'ib yotibdi. Endi shunaqa agar so'z ishlatish mumkin bo'lsa, har zamon bir yoqasini olib qo'yadi yoki zarba beradi. O'shanaqa paytda o'sha tojik millatiga mansub yoki fors tilida gaplashuvchilar ham bu ittifoq haqida o'ylab ham ko'rishi mumkin-da. Afg'oniston ham bu qiziqtiradi-da bu va bu Pokistonga qo'shimcha bir bosim ham bo'ladi. Ya'ni mana qarang, unga qanchalik ko'p davlat qiziqsa yoki nima deydi, odamlar qiziqishni boshlasa, shunchalik kimlardir tipirchilashni boshlaydi-da, ya'ni yoqmaydi kimlargadir bu narsa. Unutmaslik kerak, O'zbekistonda ham tojik, fors tilida gapiruvchilar bor. Mana vaqtida endi avvalambor hozir bu narsani provokatsiya yoki isyon sifatida emas, bu sof, obyektiv tahlil qilish kerak. Hamma elementni inobatga olish kerak, omilni. Ya'ni bu yerda masalan fikr bildirish boshlandi, o'sha xilma-xillik boshlangan. Allaqachon o'sha sharhlarda men kuzatib boraman. Bu yerda Samarqand, Buxoro yoki Qashqadaryo, Surxondaryoda o'sha fors tili, mana vodiyda ham tojikcha gaplashuvchi odamlar bor va ularni o'sha qitqilashga o'xshagan narsaga o'xshaydi-da. Agar yaxshilab bu narsaga e'tibor bersangiz, agar bu tinchlik maqsadida mana boshlanadi, o'zi hammasi oddiy, mana madaniy, tarixiy, ilmiy hamkorlik yoki iqtisodiy, energetika sohasidagi hamkorlik, lekin baribir narigi frontlarga ham ta'sir qilishni boshlaydi. Ya'ni hech bo'lmaganda shuni odamlar o'ylaydi. O'tadimi bu formatga yoki o'tmaydimi? Yoki bundan maqsad nima? Hech qachon sizga davlat o'zining maqsadlarini ochiq aytmaydi, hech qachon. Mana siyosatda biz ko'p gapiramiz. Do'st degan tushuncha bu nisbiy. Siyosatda do'st emas, manfaat bor. Ular do'stlik xohlagan paytda to'xtashi mumkin, lekin manfaat to'xtamaydi. O'shanga o'xshab davlat ham o'zini asl maqsadlarini aytmaydi. Pokiston ham mana boya kontekstda qaraydigan bo'lsak, uni ham chegarada masalalari bor. Eronga e'tirozlari bor, tarixiy e'tirozlari bor. Eronni ham Pokistonga tarixiy e'tirozlari bor. Agar uni ko'ndalang tashiydigan bo'lsangiz, ulardan hech qachon do'st chiqmasligi mumkin. O'shaning uchun bu yerda ko'proq manfaat gapiradi va Eron uchun juda qulay vaziyat hozir, agar umumiy gapiradigan bo'lsak, Eron uchun qulay vaziyat. Turkiylar
birlashsa nimaga forslar birlashmas ekan? Nimaga biza hamkorlik qilmasligimiz kerak? Bir-birimizga foydali-ku. Win-win degan formatdan hech kim yuz o'girmagan va uni ustiga unutmaslik kerak. Bu sivilizatsiyalar bular. Haqiqatan katta sivilizatsiyalar. Ularni siz bir kunda unuta olmaysiz va ular ham mana olimlar masalasida bu Turon, Turkiston bilan doim yonma-yon yashab kelgan. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki, mana Alisher Navoiy ijodida yoki hamsanavislikda yoki boshqa sohalarni oling, ular tirnoq bilan etdek bo'lib ketgan. Turkiylar bilan forslar. Bunaqa vaziyatda har kim boya Muxtor aka aytgandek, ko'rpani o'ziga tortadigan bo'lsa, bu uzishga harakatda bu. Imkon qadar mana shunaqa vaziyatda, mana yuqorida to'g'ri aytildi, diplomatiya baribir oldinda turgani yaxshi. Ya'ni kerak u, turgani yaxshi emas. U eng muhimi. O'shaning uchun bu yerda to'g'ri geosiyosiy jihatdan, madaniy, yumshoq kuch jihatidan ular o'zini imkoniyatlaridan foydalanishga harakat qilaveradi. Siz unga qarshilik ko'rsatsangiz ham ular baribir bu ishda davom etishlari mumkin. Lekin hammasini o'sha hamaldan qir sug'ilgandek yaxshi muomala bilan, munosabatlarni buzmasdan bir chiroyli tarzda olib borish kerak. Lekin albatta bu yerda ko'p jihatdan Tojikistonga ham manfaat borda, chunki Eron baribir hozir urush sharoitida bo'lsa ham energetik jihatdan, zaxiralar jihatdan juda qudratli davlat. Undan erta-indin masalan urush to'xtasa, nima qilsa, albatta nima uchun Tojikiston bunaqa imkoniyatdan foydalanmasa kerak? Mana bu koridor yaratib, bu har bir davlatning suveren huquqi. O'shaning uchun hamma tomonni manfaatini inobatga olgan yaxshi deb hisoblayman va bunga juda ham katta xavfli tus berish kerak emas. Mana yuqorida aytganimdek, agar vazn jihatdan solishtiradigan bo'lsangiz, Forsiy zabon davlatlarni a'zo bo'lishi, bu mintaqada a'zo bo'lishi mumkin bo'lgan davlatlar soni juda cheklangan. Turkiylarni Rossiyadagi bir nechta respublikalarga agar tatbiq qiladigan bo'lsangiz, ya'ni turkiy zabonlar deganda o'sha Sinjondan tortib to o'sha Turkiyaga, hattoki Vengriya ham o'tiribdi buning ichida. Qarang, areal juda katta. Juda ham katta va o'sha jihatdan solishtirish kerak emas demoqchiman-da. Ya'ni urushtirish kerak emas. Mana hozir bular hozir ikkitasi tuzib oladida, mana qani bir-biri bilan solishsa kim yutadi degan kontekstda qarash bu juda noto'g'ri qarash hisoblanadi. Urushtirmoqchi emasmiz, tahlil nuqtai nazaridan. Yo'q, endi biz Tojikistonga nima beradi masalan? Xuddi shunaqa. Hozir siz mana intelligensiyasiz. O'shaning uchun intelligensiyani ziyoli qatlamni vazifasi ana o'sha fitnalardan, mana urushtirishlardan, janglardan, bo'lishi mumkin bo'lgan fisqa fasodlardan qochishda, ya'ni to'g'ri tushuntirishga harakat qilish kerak. Ko'proq mana biz obyektiv nima deganda bizani ham ayblashadi o'zi. Sharhlaganda kuzatuvchilar bizani ham ayblashadi, ya'ni siz tomon tanladingiz deydi, boshqa deydi, lekin siz tahlil qilish uchun hech bo'lmaganda bu narsani gapirishingiz kerak-da. Bu oq, bu qora, yo bu yashil, bu qizil deb gapirishingiz kerak. Gapirishingiz o'zi tarafkashlik bo'ladigan bo'lsa, unda siz majbur tarafkash bo'lib qolasiz. Uni ilojisi yo'q. Ya'ni obyektiv tahlil qilayotgan paytingizda baribir gapirasiz. Hamma faktlarni sanab o'tasiz. Buni ilojisi yo'q. Gapirmasdan turib. Umuman gapirmang deydi. Agar odamlarga qo'yib bersangiz, umuman gapirmang, aralashmang deydi. Unda qanaqa tahlil qilasiz? Gapirish kerak deb o'ylaymiz ular tahlil nuqtai nazaridan. Marhamat, Muxtor aka. Endi bu yerda o'sha kontekstga qarash kerak deyman. Ya'ni kim bilan bo'lgan uchrashuv. Ya'ni Tojikistonning energetika va suv masalalari bo'yicha vaziri Dalir Juma. Ya'ni u ko'proq energetika masalalariga ixtisoslashgan va shunga mas'ul bo'lgan shaxs u yerda uchrashuvda bu fikr yangrayapti va bu fikr yangrayotgani bir narsaga e'tibor qaratadiki, Tojikistonda yoqilg'i ta'minoti bilan bog'liq jarayonlarni kuzatsangiz, xuddi Qirg'izistonning singari Rossiya omili juda ham kuchli. Rossiya ta'minotidagi uzilishlar, Rossiyaning o'zidagi muammolar, eksport qilishga e'lon qilingan taqiqlar, ya'ni yana muqobil manbalarni izlashga majbur qilyapti. Eron aynan shu energiya profitsit mamlakatda, eksport qiladigan, ehtiyojdan ortiq energiya ishlab chiqaradigan mamlakat. Demak, bu istiqboldagi mana shu hamkorlik yo'llarini endi aytishingiz mumkin, ya'ni umumiy chegarasi yo'q, qanday ta'minot bo'ladi. Ya'ni bu degani agar manfaatlar tutashadigan bo'lsa, unga mos diplomatik platforma ham yaratiladi. Shartnoma imzolanadi, uchinchi tomon bo'ladi, tranzit tomon bo'ladi. Ya'ni bu hamkorlik modelini ular hozir muhokama qilyapti. Endi mana shu sof pragmatik muloqot ketayotgan paytda Eron tomonidan yangragan bu fikr hali bir qandaydir ratsional asosga ega emas deb o'ylayman. Masalan, uni hozir
Turkiy davlatlar tashkilotiga bir muqobil holatda deb ham qaramaslik kerak. Chunki qarasangiz Tojikiston va Eron bog'laydigan jihat bu til va madaniyatda. Lekin siyosiy tuzum nuqtai nazaridan farqli. Biri sekulyar, ikkinchisi teokratik. Aqida nuqtai nazaridan. Va aqida nuqtai nazaridan sunniy, shia. Va shu nuqtai nazardan, ya'ni Tojikistonning o'ziga xos tarixiy tajribasi ham mavjud. Fuqarolar urushi davrini ular juda yaxshi eslaydi. Fuqarolar urushida mamlakatni birlashtirgan yoki barqarorlashtirgan kuch hozir siyosiy hokimiyatda. Ular bu juda ham yaxshi biladi. Shu nuqtai nazardan bu taklif qandaydir bir geosiyosiy nuqtai nazardan bir real emas. Shuning uchun Tojikiston tomoni bildirgan reaksiyalar juda ham ehtiyotkor. Tojikistonga ko'proq hozirgi kunda mana shu energetika muammolarini hal etish va u barpo etayotgan suv energetika obyektlari bor, GESlar bor. Shu qurilishida qo'shimcha moliya tortish yoki kadrlar masalasida hamkorlik qilish, ya'ni ko'proq sof iqtisodiy holatga to'g'ri keladi. Chunki Markaziy Osiyoda hozir shakllanayotgan integratsion model bu til, etnikka asoslanmaganda mintaqaviy birlikka, mintaqaviy manfaatni anglashga asoslangan. Va mana shu umumiy mintaqaviy manfaat ichida Tojikiston manfaati ham bor. Va u manfaat demak Markaziy Osiyoni umumiy bozorga aylantirish va dunyo e'tiborini kichik Tojikiston bilan emas, Markaziy Osiyo bilan tortish, bu orqali milliy rivojlanish dasturlarini amalga oshirish va olaylik mamlakatda barqarorligini, iqtisodiy, siyosiy barqarorligini ta'minlash. Chunki barcha nizolar avvalo ichki ijtimoiy asoslarga ega bo'ladi va bundan tashqi omillar foydalanishga harakat qiladi. Bu Tojikiston nuqtai nazaridan. Endi bu Tojikistonni a'zo bo'lgan, Markaziy Osiyodan tashqari a'zo bo'lgan mamlakatlari bor, tashkilotlari bor. Masalan, olaylik shu Shanghay hamkorlik tashkiloti yoki Kalit xavfsizlik shartnomasi kabi tuzilmalari bor. Va mamlakatda Rossiyaning harbiy bazasi bor. Mamlakat umuman Rossiyadan tashqaridagi eng yirik harbiy baza Tojikistonda. Va bu nuqtai nazardan qarasangiz, harbiy siyosiy nuqtai nazardan va migrantlar asosan daromadni Rossiyadan olishi nuqtai nazardan Rossiyaning ta'siri hanuzgacha kuchli. Endi Tojikistondagi milliy loyihalarga investitsiya kiritish nuqtai nazaridan qarasangiz, Xitoyning ta'siri kuchli. Endi tasavvur qiling, bu mintaqada Forsiy zabon ittifoqini paydo bo'lishligidan mana shu ikkita mamlakat manfaatdormi? Yangi bir geosiyosiy kuch markazi paydo bo'lishiga, ya'ni Eron bu mintaqaga o'yinchi sifatida kirib borishi va bunda Tojikistondan foydalanishiga. Birinchidan manfaatdormiz. Tojikiston o'zi ham manfaatdor emas, ya'ni geosiyosiy obyekt sifatida undan foydalanib boshqa bir yirikroq mamlakat o'zining manfaatini ilgari suradigan bo'lsa. Shuning uchun ham Tojikistonni bu yerdagi manfaat ko'proq iqtisodiy hamkorlik modellarini izlash, Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasidagi umumiy diplomatik platformadan foydalangan holatda hamkorlikni faollashtirish. To'g'ri, til, madaniyat umumiyligi madaniy gumanitar hamkorlikka asos yaratib berishi mumkin. BMT bosh assambleyasida ovoz berish jarayonlarida juda ham ehtiyotkor va Eronni qo'llab-quvvatlash pozitsiyasi ko'proq yaqin fikr bildiradi va bu o'sha ularning bir-biriga til, madaniyat yaqinligidan. Shuning uchun ham bu yerda bu ittifoq haqida gapirish hali juda ham erta, balkim imkonsiz hamdir. Chunki Afg'oniston omili bor. Afg'onistonda hozir hukumat Tolibon nazoratida. U bilan nisbatan qarama-qarshi bo'lgan paytda Tojikiston turibdi. Eronning bu yerda pozitsiyasi aniq emas, qaysi ma'noda ziddiyatli ham. Shuning uchun ham bu fikr ko'proq, ya'ni ommaviy axborot vositalarida bildirildi, lekin hali real bir asoslarga ega bo'lmagan deb ta'kidlash mumkin. Rahmat. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsam, bilamiz Trampning kayfiyati o'zgaruvchan, lekin ushbu haftada AQSh va Janubiy Koreya shu o'zining an'anaviy mashg'ulotlarini o'tkazdi. Cheklangan, ya'ni bir 10 kuncha bo'lish kerak edi, lekin u qisqartirildi, bir 6 kunga adashmasam. Va shu vaqtda Tramp Shimoliy Koreya prezidenti Kim Chen In bilan muloqotlari haqida gaplasha boshladi. Ularning muloqoti yaxshi ekanligi, aloqalar borligi, hatto Shimoliy Koreya tomoni ham javob berdi bunga. To'g'ri, aloqalar bor, lekin yaqin orada bir
muloqot qilish kutilmayapti degan bir ma'lumot berdi. Tramp esa yil oxirigacha Kim Chen In bilan ko'rishmoqchi. Shimoliy Koreyani yadro kalaklari haqida gapirdi. Nima uchun bunaqa Janubiy Koreya bilan mashg'ulotlarni qisqartirdi va Kim Chen In haqida ko'p gapirib qoldi Tramp? Bu Janubiy Koreyaga bosimmi yo Eron borasida? Bilamizki, Tramp Eron masalasida Janubiy Koreyani yetarlicha qo'llab-quvvatlamayapti deb ayblab keladi. Agar ruxsat bersangiz, Muxtor aka, qarang. Bu yerda o'zi munosabatlarni hozirgi holatiga Eron bilan konflikt ko'p jihatdan ta'sir o'tkazgan. Sababi agar e'tibor bersangiz, o'sha voqealar rivojiga Tramp Koreyani ham, Yaponiyani ham yetarli darajada e'tibor qaratmayotganligida, yordam bermayotganligida ayblagan edi boshida. Bir necha o'zi faqat ularni emas, ko'pchilik hamkorlarni, Yevropa ittifoqi, o'sha NATOdagi hamkorlarni ham, barchani butun dunyo aybdor. Men hech qaysingiz yordamingizga kerak emas. O'zimiz harakat qilamiz. Bir sinab yordam so'radik sizlardan, sizlardan yordam kutib bo'lmas ekan degan e'tiroz deyarli katta ko'pchilik ittifoqchilarga aytilgan edi. Lekin shunaqa fon munosabatlarga ta'sir qilmay qo'ymadi. Baribir ta'sir qildi. Sababi o'sha 400 milliardga yaqin shartnomalar investitsiya kiritaman deb Koreya tomoni 385 deyiladi. Endi yaxshigina summa, har xil manbalar keltirilyapti. Kattagina summa o'sha kelishuvlarga erishilgan, o'sha so'nggi o'sha Tramp administratsiyaga kelgan vaqtdan beri bir necha bor ular rahbarlar oliy darajada uchrashgan va anaqa hukumat darajasida hujjatlar imzolangan, investitsion o'sha shartnomalar imzolangan va uni tezroq, Trampda shunaqa narsa bor, mana bugun imzoladim, ertaga kiradi. Menga o'sha yordam kerak, menga pul kerak, mana unga samolyot berishadi, unga 1 trillionlik shartnoma kerak, unga bir yana 500 milliardlik shartnoma kerak. Hamma narsa tez, ertaga, hozir, ana nima deydi, tezkor natijalar kerakda. Janubiy Koreyada bu hozir yondashuv juda ehtiyotkorona. Mana Rossiya bilan ham muloqotlari, Xitoy bilan ham, Shimoliy Koreya bilan juda o'lchangan, ehtiyotkorona, birdan keskin harakat qilmaydigan bir og'ir bosiq siyosat olib borishadi Janubiy Koreya. Ayniqsa mana hozirgi holatda ham bosiqlikni yo'qotmayapti. To'g'ri, ular mana shu shartnomaviy, ya'ni investitsiyaviy shartnomaviy majburiyatlarni bajarishni sal tezlashtirishlari mumkin, ehtimol yuqori deyishyapti ekspertlar. Faqat hozirgi sharoitda harbiy mashg'ulotlar bular ham signal. Ya'ni o'sha Kim Chen Inga siz shundoq darrov kelib anaqa qila olmaysizda, ya'ni uchrashuv qila olmaysiz, qanaqadir nima ko'rsatishingiz kerak, bunga tayyorlik darajangizni, iltifot ko'rsatishingiz kerak yoki mana hurmat belgisi ko'rsatishingiz kerak. Xuddi o'sha 10 kunlik mashq 5 kunga tushirilsa, bu ham bir signal. Yaxshi. Lekin Shimoliy Koreyani gapini to'g'ri aytdingiz, ya'ni ular to'g'ri, bizani yaxshi aloqa yaxshi, lekin manfaatlarimiz bundan muhimroq degan javobni berdi ular. Ya'ni bizga uni o'zi yetarli emas, yaxshi munosabat. Bizga manfaatlarimiz muhimroq. Ya'ni agar yadro dasturini mana hazm qila olsang, yadro dasturimiz bilan, ya'ni bizani o'sha держава sifatida, ya'ni kuch markazi sifatida ko'rib muloqot, ya'ni teng muloqot qilsang, men sen bilan shunaqa yaxshi gaplashaman degan signalni beryapti-da ular ham. Ya'ni bizaga ikkita o'sha mashg'ulotingni o'tkazmasdan turib, mana uchrashuv taklif qilaman deganingni o'zi yetarli emas degan o'ziga yarasha mesajni ular ham beryapti. Uni ustiga esdan chiqarmaslik kerak, bir-biriga bog'liq holat bu yerda. Takaichini Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifidagi o'sha yopiq eshiklar orqasidagi savollardan bittasi aniq Shimoliy Koreya bo'lgan. Uni hech kim hattoki uni fol ochish ham kerak emas unga, sababi o'sha tahdid sifatida ko'riladigan, ya'ni Yaponiyani mavjudligiga tahdid sifatida ko'riladigan katta savollardan biri Shimoliy Koreyaning o'sha yadro dasturi, o'sha 3 ta cheklovdan, ya'ni yadro bo'yicha konsepsiyasini qayta ko'rib chiqyapti nima Yaponiyani. Aynan mana shu kontekstda, ya'ni Xitoy, Shimoliy Koreya bular haqiqatan ham o'sha Yaponiyani butun mudofaa tizimiga hisobga olib qilinadigan narsa, ikkita davlatda faktor. O'shaning uchun bu yerda Shimoliy Koreya masalasida uchrashuv faqatgina o'zi Eron masalasi yoki nima masala emas, Yaponiyaning manfaatlari ham turadi-da. Ya'ni Tramp hech qachon bitta masala bilan bormaydi u yerga. Va uning ustiga yaqinda Si Szinpinni xorijga safarlardan juda endi o'sha
olamshumul deb baho berishga harakat qilishdi. Shimoliy Koreyaga borib o'sha daraxt ekib bir juda chiroyli bir tashrif bo'ldi. Davlat tashrifi, eng oliy tashrif bo'lib o'tdi. Bu ham bejizga emas, ya'ni o'zi Trampni ko'rayotgan bo'lsak, birinchi Tramp bordi, keyin Putin Xitoyga bordi. Keyin hozir mana agar Si Zinpin Amerikaga. xuddi shunaqada, endi Si Zinpin sentyabrda Amerikaga boradi. Bu yoqda nima? Undan keyin Shimoliy Koreyagada bular hamma trayektoriyalarni agar kesishtiradigan bo'lsangiz, bir-biriga bog'liqligi ko'rinadi va bu yerda bir-birlaridan haddik, xatar ham bor. Chunki mana hozir 8,5 mingta askar dedimi, Rossiya matbuotda shunaqa har xil ma'lumotlar tarqatilyapti. Albatta tekshirish kerak bu narsalarni. Shimoliy Koreyani yordami borgan sari Rossiyaga kuchayapti va konfliktlarni oxiri ko'rinmayapti-da. Tramp uchun nima muhim? Trampga g'alaba muhimda. Yana bir qaysidir bir konfliktni oldini oldim deyishi mumkin. Yana bitta g'alabasini qayd etib qo'yishi mumkin. Ya'ni bu ham bir bo'lishi mumkin bo'lgan yutuqli kart-blansh turadi-da uni stolida. O'shaning uchun men aytgan bo'lardim, bu tashrif albatta yuzaki bo'lmaydi. Albatta uni xohishlari soat sayin, minut sayin o'zgarib turadi Trampning, lekin bu yerda Tramp administratsiyasi, komandasi borligini unutmaslik kerak, chunki savollar yig'ilib qolgan. Bir necha savollar yig'ilib qolgan. O'sha Rossiyaga Shimoliy Koreyaning yordami masalasida, uni o'zi Xitoy bilan dialog, Tayvan masalasida, Yaponiya masalasida, qo'yinki Eron masalasida ham shunaqa nimalar bor, versiyalar borki, o'sha yadro dasturi davom etadigan bo'lsa, kimdan yordam olishi mumkin deganda Shimoliy Koreya ham nomzodlar ro'yxatida turibdi-da. O'shaning uchun bu yerda bir nechta fundamental 6 ta 7 ta yirik masala bor, yig'ilib qolgan. Ana o'sha masalani oxirgi marta Kim Chen In bilan Tramp uchrashgandan beri yig'ilgan savollar ancha bo'lib qolgan soni. O'shaning uchun buni tasodifiy uchrashuv yoki nima deyish noto'g'ri bo'ladi menimcha. Haqiqatan ham, ya'ni Umurbek aka aytgan gaplariga qo'shilamiz. Ya'ni shu bo'lg'usi uchrashuv uchun bir poydevor yaratishga harakat qilayotgandek taassurot uyg'otyapti. Chunki Janubiy Koreya bilan ittifoqchilik darajasidagi munosabatlar bor va bu munosabatlar ko'plab davr sinovlaridan o'tganda, ya'ni u Tramp sinovidan ham o'tadi katta ehtimol bilan. Shuning uchun ham bu bayonotlar uzoq muddatli munosabatlarni, shartnomalarni ko'rib chiqilishiga olib kelmasligi aniq. Lekin Shimoliy Koreyaga mana shunday tranzitsion yondashuv kerak. Ya'ni e'tibor ko'rsatish kerak. Vaqtinchalik bo'lsa ham Janubiy Koreyani qoralab turib bo'lsa ham o'sha uchrashuvni o'tkazish kerak. Endi Trampni tushunishga harakat qilsak, agar nima uchun Tramp faollashyapti desangiz, baribir siyosatchi doim uning o'zining shaxsiy xohish mayllari bo'lmaydi-da, u siyosiy jarayonlarga bog'langan uning xohish mayllari. Noyabr saylovlari oldida turibdi. Unga katta diplomatik g'alaba kerak. Ya'ni agar Kim Chen In bilan uchrashib, qandaydir raketalarni qisqartirish yoki qandaydir yordam berish, aloqalar tiklash, qaysidir bir muvaffaqiyatga erisha olsa, mana shu qisqa vaqt ichida bu uni taqdim qila oladi. Tashqi siyosatdagi bir olamshumul g'alaba sifatida. Chunki Trampni juda ham yaxshi bilamiz, buncha narsani mana shunday qilib ko'rsatadi. Tanqid bo'ladigan bo'lsa, tanqiddan qochib aybdor boshqa odamni ko'rsatadi. Ya'ni doim shu vaziyatdan chiqish yo'llarini ustakorlik bilan amalga oshiradi. Ana shunday o'xshaydi. Chunki Erondagi jarayonlar cho'zilib ketdi. Eron hozir o'sha sanksiyalar kiritayotgan haqida bayonotlar chiqyapti. Hatto ayrim manbalarda aytilyaptiki, bu bo'lg'usi yana harbiy konflikt bo'lishi mumkin degan haqida ma'lumotlar chiqyapti. Lekin bu yechim emasligi ko'plab nazariyotchilar ham, amaliyotchilar ham aytib bo'ldi-da. Ya'ni bu yerda Amerika qo'shinlari mag'lubiyatga uchrab bo'ldi. Demak, Amerikani jamoatchiligini e'tiborini qozonish uchun respublikachilar partiyani ichidagi ham liderlik pozitsiyasini saqlab qolish uchun katta diplomatik bir g'alaba kerak. Shuning uchun ham bu amalga oshirayotgan tashlanayotgan qadamlari ko'proq ana shunga qaratilgan. Chunki Janubiy Koreya ham yirik armiyaga ega. Agar mobilizatsion kuchi bilan olib qo'yadigan bo'lsak, milliondan oshiq armiyaga ega va qurol-yarog' eksport qiladigan mamlakatlarni yuqori 5 talik 6 taliga kiradida. Ya'ni o'zini konvensional urush bo'ladigan bo'lsa, mudofaa qilish salohiyatiga ega. Bitta komponenti yo'q, u ham bo'lsa o'sha yadro quroliga ega emas. Bu komponentni Amerika Qo'shma Shtatlari u yerdagi 30 mingdan oshiq bo'lgan kontingent ta'minlab bera oladimi? Yo'q. Demak, bu yerda bitta shu xulosa keladiki, aynan uzoq sharq mintaqasida muvozanat buzildi-da. Muvozanat buzildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining e'tibori u yoqqa yetmayapti.
bu yerdagi Yaqin Sharq, Yevropa, boshqa bir Lotin Amerika mintaqasidagi masalalar bilan band bo'lib qolyapti-da, yo'q e'tibor etmayapti. Demak, u mintaqada tiyib turuvchi boshqa bir kuch kerak. Balkim shu Umurbek siz aytganingizdek, Yaponiyaga qandaydir bir imkoniyat yaratib beradi. Ya'ni yadro quroliga ega bo'lgan yangi mamlakat sifatida o'sha mintaqada kuchlar muvozanatini tiyib turish, Shimoliy Koreya yetakchisi bilan gaplashayotgan qaysi argument ilgari surish kerak-ku. Endi istaganingdek Yapon dengiziga raketa uchira olmaysan. Istaganingdek ya'ni qurollarni hamma yoqqa sotib yoki qandaydir beqarorlikni yaratib turib, yadro quroli bilan qalqon sifatida foydalana olmaysan, chunki bu yerda boshqa bir mamlakatdan xuddi shu imkoniyat bo'ladi. U ham sani yaqin suv hududida raketa sinovlarini o'tkazishi mumkin, raketasini otishi mumkin. Ya'ni o'ziga xos bir muvozanatni shakllantirishga urinishlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu kontekstda olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi vaqtinchalik Janubiy Koreyaga nisbatan tanqidiy fikr bildirgani, ya'ni ko'proq sen yordam bermayapsan degan gapni aytishi, bu xuddiki bir ssenariyning bir qismiga o'xshaydi. Tramp ko'plab mutaxassislar ham ta'kidlaydi, o'sha o'qib bo'lingan kitobda uni xatti-harakatlari shu darajadaligi takrorlanishidan bilamizki, u qandaydir bir intriga yoki qandaydir bayonot berayotgan bo'lsa, u nimadir qo'zg'ash uchun, qandaydir bir o'ziga ma'qul bo'lgan bir holatni shakllantirish uchun shu bayonotlarni beradi, yozadi. Shuning uchun ham uning bayonotlari yoki o'sha X ijtimoiy tarmoqda yozayotgan fikrlarni to'g'ridan to'g'ri qabul qilib bir reaksiya bildirish ham hozirgi kunda sal noqulay bo'lib qoldi, chunki uni asl maqsadi nima ekanligini keyin bilamizda, undan keyin. Ya'ni hujum qilish e'lon qilib turib, ertasiga muzokara o'tkazish mumkin. Iqtisod, ya'ni bir tanqid qilib turib, ya'ni boshqa 180 gradus darajada boshqa qadam tashlash mumkin. Shuning uchun ham vaziyatni kuzatamiz. Ko'proq mantiq nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, mana shu muvozanat tiklashga ko'proq e'tibor sezadi. Chunki olaylik, Xitoy bilan raqobatni Hind Tinch okeani mintaqasida amalga oshadigan bo'lsa, u yerda Amerika Qo'shma Shtatlari yakkalanib qolmasligi kerak-da. Chunki bu mintaqaning mamlakati emas-da. Ya'ni bu mintaqadagi katta geosiyosiy raqobatga kirish uchun bu yerda katta resurslarni olib borish kerak. Harbiy bazalarni o'zi bilan Xitoyni tiyib turish balkim hozirgi kunda endi imkonsizdir. Demak, unga ittifoqchilari kerak. Ittifoqchilari Amerikadan yordam oladigan, Amerikaga tayanadigan emas, o'zi mustaqil mudofaa qila oladigan salohiyatga ega bo'lgan ittifoqchilar kerak. Mana Yevropa misolida ko'ryapmiz-ku. Ya'ni Yevropa jahon tartibotining Yevropa qismida Yevropa ittifoqi va ittifoqchi mamlakatlar yetakchi bo'lishi kerak. Amerikaga tayanib qolmagan bo'lishi kerak deyapti. Endi Osiyo Tinch okeani mintaqasida ham katta ehtimol mana shu ssenariyni amalga oshirishga harakat qilsa kerak. Ya'ni Amerikani o'zi raketa yetkazib berish, askar yetkazib berish borasida butun ittifoqchilarning xavfsizligini ta'minlashga imkoni yetmaydi. Demak, unga yelkasiga yuk bo'lmaydigan va o'zini qaysidir ma'noda aravasini o'zi torta oladigan mustaqil ravishda ittifoqchilar kerak. Shuning uchun ham bu tashriflar asl maqsadi aynan shunday yo'nalishda bo'lsa kerak degan fikrdaman. Bitta qo'shimcha, albatta. Mana hozir to'g'ri aytdilar, yo'nalishni mutlaqo yaxshi oldilar. Oraliq saylovlardan tashqari bu yerda katta 20likka ham tayyorgarlik bor. Keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotining sentyabrdagi an'anaviy yig'ilishi bo'ladi. Ya'ni Tramp qayerda chiqishi mumkin bo'lsa, o'sha ya'ni yutuqlari bilan maqtanishi mumkin bo'lgan xalqaro platformalar, maydonlar, yig'ilishlarning soni bilamiz, o'sha sentyabrdan boshlab faollashib ketadi. Endi hamma dam olishdan qaytgandan keyin ko'pchilik xalqaro tashkilotlar o'sha o'zini nimasiga qaytadi, ish rejimiga qaytadi. O'shalarga borganida Tramp qo'rqmasdan ayta oladiki, uni kontekstiga, ya'ni grafikiga Shimoliy Koreya ham qo'shilsa, mana biz to'g'ridan to'g'ri butun dunyodagi qanaqa konflikt bo'lsa, hammasi bilan biz aloqadamiz, muzokara olib boryapmiz dedi va uni ustiga haqiqatan ham o'sha 3 ta yadro prinsipi masalasida o'ziga yarasha savdo masalasi, g'oyasi yaxshi anaqa deb hisoblayman. Gipotetik yondashuv haqiqatan ham agar mana bir necha soniyada yetib keladi-da u ballistik raketasi. Agar Shimoliy Koreyaga ko'p anaqa qiladigan bo'lsa, Yaponiya bu o'zini prinsiplaridan voz kechib, ana tashish, saqlash, olib yurish degan prinsiplardan saqlab o'zini hududidagi ruxsat beradigan bo'lsa, u bir qadamda. Bir qadam. U nima uchun ham jiddiy signal bo'ladi? Xitoy uchun ham, Shimoliy Koreya uchun ham va uni ustiga Janubiy Koreyani ham tashlantiruvchi bitta omil bo'lishi mumkin. Aynan o'zi ega bo'lmasa ham yadro quroliga. Yaponiyada bu narsani turishi qaysidir ma'noda bir
uni bezovta qilayotgan Shimoliy Koreyani jilovlashda va umuman mintaqadagi o'sha Xitoy kengayayotgan Xitoy ta'sirini jilovlashda qaysidir bir vosita mexanizm bo'lib xizmat qilishi mumkin. Va yana bitta o'sha yuqorida to'g'ri aytdilar, unutmaslik kerak, Janubiy Koreyadan bu salohiyat bor. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari buni masalan yadro klubi a'zolari bilan muloqotga kirib o'zi shu narsani tashabbus qiladigan bo'lsa yoki ilmiy jihatdan bu salohiyat talab qilinadigan bo'lsa, Janubiy Koreya bemalol bu narsani uddasidan chiqishi mumkin va bu lekin aslida olganda bu yadro qurollashuvini yanada avj olishiga va dunyoni yanada xavfliroq bo'lib ketishiga, ya'ni butun dunyoni o'sha yetakchi davlatlarni militarizatsiyalashib ketishiga olib keladi va bu yaxshi narsa emas. Imkon qadar biza har safar diplomatiyaga yugurishimizning sababi ham o'zi Markaziy Osiyo mintaqasi ham yadro quroldan xoli hudud deb e'lon qilinganda ham o'zi hali ham o'sha kurs o'zgarmagan atom elektrostansiyasini qurilishini ba'zilar boshqacha talqin qiladi, lekin bu energetik mana yuqorida aytdingiz davlatning ehtiyojidan kelib chiqilgan narsa, lekin umuman qurolga harakat bu yomon narsa. Yadro quroliga hech kim harakat qilishi kerak emas. O'zi uni o'sha nima deydi, O'ljas Sulaymonov shunga o'xshagan odamlar hozir yetishmayapti-da. Aniq bizani o'sha xalqaro maydonda o'sha Nobel mukofotini haqiqatan tinchlik borasida Nobel mukofotiga loyiq odamlar yetishmayapti. Buni endi nima deydi, bilmadim. Shunaqa tashabbuslar bilan kimdir chiqishiga ehtiyojimiz bor dedi. Men shaxsan shunaqa tilakdamanki, kimdir o'sha tashabbusni olib chiqishi kerak. Bu militarizatsiyalashuv yaxshilikka olib kelmaydi, faqat va faqat eskalatsiyaga olib keladi. Chunki harbiy sanoat komplekslari oyoqqa turdi butun dunyo bo'yicha. Transnatsional kompaniyalar ham, holdinglar ham bu yaxshilik alomati emas. Shu jumladan mana shu kontekstda ham men ham xohlamayman kimdir ataylab o'sha narsani ko'tarib chiqishi mumkin. Janubiy Koreyada mana biz ham o'zimiz ham gapiryapmiz, lekin aslida qarshimizda. Bu unaqa bo'lishi kerak emas. Chunki bu albatta o'sha qurol ishlab chiqarildimi, ertaga uni sinalish ehtimoli ortib boradi-da, ishlatilish ehtimoli ortib boradi. Shuning uchun tinchlik bo'lsin. Shunday. Rahmat, mavzu yuzasidan izohlaringizni kommentariya belgisida qoldiring, kuzatib boring. Rahmat, salomat bo'ling.